Assalomu alaykum, Beka Fruit kuzatuvchilari. Bugundan boshlab xudo xolasa xonadonga 10 sotik, 7 sotik, 3 sotik bo'lsin, qancha bo'lsa ham noldan bog' tashkil qilish, foydali bog' tashkil qilish darslarini boshlaymiz. Bizda asosiy tamoyillar bor. Asosiy masalalarimiz nav va paymantakni to'g'ri tanlash, ko'chat ekish uchun yerni to'g'ri tayyorlash, ekish sxemasini to'g'ri rejalashtirish, zarur bo'lganda shpaler va tomchilab sug'orish tizimlarini o'rnatish, daraxt atrofi begona o't va madaniy ekinlardan toza saqlash, o'g'itlash va kimyoviy ishlov berish ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish kabi masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugun xudo xohlasa birinchi masalani ko'ramiz: nav va paymantakni to'g'ri tanlash. Hozirgi kunda ko'r-ko'rona ko'chat olib ekib qo'yib 10 yil, 15 yil kutib, masalan, hosil bermasdan unaqa paytlar o'tib ketdi. Daraxtlarimiz iloji boricha bo'yi pastroq bo'lishi kerak. Yerdan terish, mevalarni dorlash, o'g'itlash, har xil masalan, ishlarni biz osonroq amalga oshirishimiz uchun daraxtimiz juda ham kattarib ketmasligi kerak. Endi avvalgi paytlarda o'shanaqa faqat soyasi uchun ekilgan ko'chatlar, daraxtlar katta-katta bo'lib ketgan. Hozir unaqa emas, biz mevasi uchun ekamiz. Xo'p, nav tanlashda e'tibor berish kerak bo'lgan masalalar ham bor. Masalan, birinchi o'rinda biz bozor imkoniyatimizni o'rganishimiz kerak. Bozorga boramiz, masalan, endi hammamiz ham borib turamiz. Bahorda, yozda, kuzda, qishda, masalan, 4 ta faslda qaysi meva qimmatroq sotiladi. O'shani o'rganamiz. Masalan, shaftoli Big Bang navi bor. Iyunda 10-larida pishishni boshlaydi. Daraxt shoxida zo'r saqlanadi, iyun oxirigacha saqlanadi. O'sha paytda, masalan, o'sha nav chiqadigan paytda men Bekobod bozorida bunaqa sifatli meva ko'rmaganman. Endi har xil nektarinlar bo'ladi, silliq shaftolilar. Lekin bunaqa Big Bang darajasidagi mevani men hali Bekobod bozorida ko'rmadim. O'shandan eksak bo'ladi, misol uchun, yoki olmalar bor. Pink Lady Rose Glow degan olma bor. Bekobod sharoitida zo'r qizaradi, ta'mi zo'r, qarsillashi, aromati, hidi hammasi zo'r. Saqlash imkoniyatimiz ham zo'r. Masalan, xolodilniksiz oddiy uy sharoitida salqin joyda 3-4 oy bemalol saqlab olsak bo'ladi. Mart oyigacha masalan saqlab olamiz. O'zi oktyabr oxiri, noyabr boshlarida pishadi. Xo'p, o'sha masalan yana izlanamiz bozorda nimani yaxshiroq olib chiqa olamiz. Masalan, gilos bo'lishi mumkin. Gilosni yaxshi yetishtirsak, mana erta bahorda Skinella Svitariana degan giloslarimiz bor. Zo'r, yirikligi zo'r, o'zini chaynatadi, qattiqligi hammasi zo'r. Bekobod bozorida bunaqa eski navlarimiz chiqadi. Masalan, bahor degan eski navlarimiz bor. Yumshab ketadi, tez yumshaydi. Ham mevasi kichkina bo'ladi. Bunaqa emas. Men aytayotgan navlar qattiq, zo'r hammasi. Bu bahor gilosi 10 ming, 15 ming sotiladigan bo'lsa, bu 2 barobar 30 ming, 35 ming bemalol rejalashtirsak bo'ladi, agar sifatli qilib yetishtira olsak. Keyin ikkinchi o'rinda biz tanlaydigan nav o'zini chaynata olish kerak yoki kamida oson chaynatadigan nav bo'lishi kerak. Misol uchun, shaftolilar o'zini chaynatadi 100% hammasi. Shaftolilarga bu borada chaynatish bo'yicha muammo bo'lmaydi. Olmalarda misol uchun o'zini chaynatadigan nav bo'lishi kerak yoki masalan Pink Lady Rose Glow misolida aytadigan bo'lsak, oson chaynlanadi. O'zini ham qisman chaynatadi. Ozroq meva tuga olishi mumkin, lekin chaynatuvchi bilan yuqori hosildorlikka erishamiz. Nok navlariga kelsak, nokda eng katta muammo chaynanish muammosi. Ko'pchilik uyda bo'lsa kerak, chaman bo'lib gullaydi, lekin hosil yo'q. Meva tugmaydi. Bu asosiy chaynanish muammosi. Bizdan ko'pchilik so'raydi, mana nokim gullaydi, zo'r gullaydi, lekin meva solmaydi deb. Biz undan so'rashimiz mumkin, qanday nav? O'sha nok navini bilmasdan biz chaynatuvchi tavsiya qila olmaymiz, chunki любой bo'lishi mumkin. Masalan, 10 xil, 15 xil qaysi biridan taklif qila olishimiz mumkin. Lekin o'sha ekkan odam navini bilmaydi. Qanaqa navli nok ekanligini bilmaydi.
Bu asosiy muammo. Nav bilmagandan keyin nav qanaqaligini avtomatik unga chaynatuvchi yo'q. Unga qarshi kasalliklarga qarshi boshqa mevalari qachon teriladi hech qanaqa informatsiya yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda ko'chat sotib olayotganda navni to'g'ri tanlash kerak. Nav nima? Qanaqa nav? Keyin podvoy qanaqa buni podvoyda? O'shani so'rashimiz shart. Keyin uchinchi o'rinda biz tanlayotgan navni gullash vaqti ob-havoga sezgirligini aniqlashimiz kerak. Masalan, bodom navlarini biz umuman tavsiya qilmaymiz bekor sharoitida. Chunki bodom erta gullaydi. Bizda bahorgi sovuqlar bor, o'rik guli sovuqlari. O'shanda sovuq urib ketadi bodom gullarini. 50%, ba'zan 100% umuman meva qolmaydi. Ba'zi shaftolilar, masalan, ertak shaftolilar ham misol bo'lishi mumkin. Bizda Patagoniya nektarinini so'rayapti ko'pchilik. Patagoniyadan misol uchun bog' tashkil qilishni men bego'batda tavsiya qilmayman. Juda erta gullaydi. Endi bitta ikkita misol uchun yeyish iste'mol qilish uchun ekib qo'yish mumkin. Lekin katta bog'larni tashkil qilishni men tavsiya qilmayman. Keyingi masala, 4-o'rinda biz o'zimiz tashkil qiladigan bog'imizga qanchalik vaqt ajrata olishimizni aniqlab olishimiz kerak. Misol uchun, men bemalol vaqtim bo'lsa, 10 sotik tomorqamga o'sha bog' tashkil qiladigan bo'lsam, bemalol vaqtim yetadigan bo'lsa, nima kamchiligi bo'lsa, misol uchun men kuzataman, har kuni bog' oralab nima kamchiligi bor, nima zararkunandalar tushyaptimi, kasallik tushyaptimi, yoki mevasiga, qurtiga qarshi dori sepish kerakmi? O'shanday imkoniyatim bo'lsa, masalan, sizda ham shunday imkoniyat bo'lsa, o'shanga yarasha navlarni tanlaysiz. Yoki ekib qo'yib turib, bir oyda bir haftada bir imkoniyatingiz bo'lsa, misol uchun boshqa ishlaringiz ko'p bo'lishi mumkin. O'sha ishlardan bo'shab bir haftada, 2 haftada bir marta bog'dan xabar olish imkoniyatingiz bo'lsa, o'shanga yarasha ko'chatlarni tanlaysiz. Kamroq e'tibor talab qiladigan ko'chatlarni. Lekin bitta narsani hisobga olish kerak. Ko'p e'tibor talab qilinadigan mevalar qimmatroq sotiladi bozorda. Kam e'tibor talab qilinadiganini arzonroq bo'ladi. O'z-o'zidan aniq endi bu. 5-o'rinda biz tashkil qilmoqchi bo'lgan bog'imizga qancha boshlang'ich xarajat qila olamiz? Shuni aniqlashimiz kerak. Misol uchun ko'chat narxi bir-biridan farq qiladi. Keyin sug'orish tizimini o'rnatish kerakmi, yo'qmi? Ariqdan sug'ora oladigan, masalan, daraxtlarimiz bor, lekin faqat tomchilab sug'orish o'rnatilishi shart bo'lgan daraxtlarimiz bor, meva turlarimiz. O'shalarni aniqlashimiz kerak. Yoki uzumlarda shpaler tizimi yoki osiltirib turuvchi vayshlar, so'ri deymiz, misol uchun. O'shalarni qilish imkoniyatimizni hisoblaymiz. Xo'p, navlarga bo'lgan talablarni gaplashdik. Endi keyingi masala payvandtak. Payvandtak bilan nav ikkita narsa. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Nav bu mevani sifatini, qachon pishishi, boshqa hidi, ta'mi, rangi, o'shanaqa faktorlarga javob bersa, payvandtak daraxtni o'sish tezligi, pakana, yarim pakana bo'lishi mumkin, tez o'sar, kasalliklarga chidamlilik, o'sha narsalarga javob beradi. Misol uchun, MM106 olmalarda payvandtak bor. MM106 yarim pakanalik xususiyatini beradi olmaga. Tez o'smaydi, erta hosilga kiritib beradi. Yoki uzumlarda Kober 5BB degan payvandtak bor. Ildiz zararkunandalariga qarshi, Flaxera deyiladi. O'shanga qarshi yuqori chidamlilikka ega. Yana qolaversa uzumni tez o'stirib beradi, quvvatli bo'ladi, mevalari yiriroq bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan ko'proq ozuqa bergandan keyin tokka. Yana bir narsa, men nok urug'iga payvand qilingan noklarni umuman tavsiya qilmayman hech kimga. Birinchidan, bu ham endi o'z-o'zidan payvandtaklar haqida gaplashyapmiz. Nok urug'iga payvand qilingan bo'lsa, nav o'z-o'zidan kech hosilga kiradi. 5-6 yil kamida, balki 7-8 yildan keyin daraxt tez o'sadi. Tez o'sgan daraxt
har doim shiraga moyil bo'ladi, shira tushishiga. Daraxtga shira tushib ketadi. Hosil kamroq bo'ladi. Bex bayontaylar bor. Bexiga ulanish kerak. Men bexini absolyutni tavsiya qilaman. Har doim bexida ertaroq hosilga kiradi nok daraxtlari. Sekin o'sadi. Sekin o'sgandan keyin tabiiy ravishda shira kamroq tushadi. Bugungi ko'rib chiqqan masalalarimiz shu. Xudo xolasa keyingi bo'limlarda ham keyingi darslarimizda gaplashamiz. Xudo xolasa bekofruit kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.